Farzandim yaxshi o'qimayapti, men nima qilsam bo'ladi? Ko'pchilik ota-onalar qilishi mumkin bo'lgan ikkita narsa haqida bugun gaplashamiz. Shu narsalarni qilsangiz, farzandingiz yaxshi o'qib ketishi ehtimoli yuqori. Oddiygina to'g'ri va yaxshi nafas ola olmasligi ham bolaning miyasiga ta'sir qiladi va yaxshi o'qimasligiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham farzandingizni doimiy 1 yilda 2 marta haqiqiy sog'liq tekshiruvidan o'tkazib turing. Ikkinchi sababi esa bolani kech uxlashidan. Nega kech uxlaydi? Chunki bola 12, 1, 2 gacha telefon o'ynab chiqadi. Telefon o'ynab chiqqandan keyin yaxshi uxlamaydi. Yaxshi uxlamagandan keyin uyqusirab turadi. Uyqusirab turib, uyqusirab darsga boradi. Darsda esa uyqusirab o'tiradi va mavzuni yaxshi tushunmaydi. Kuni bo'yi energiyasiz o'tib ketadi. Energiyasi yo'q, shijoati yo'q bolalarning telefonini olib qarasam, kuniga 10-12 soatlab telefon ishlatgan bo'lib chiqishadi. Shu sababdan ham ular yaxshi darsda o'qimaydi, yaxshi qatnasha olmaydi. Darslarni qilib kelmaydi, tushunmaydi va ustoz ularni so'kadi, urishadi. Shuni oqibatda ular ustozini yomon ko'rib qoladi. Ustozni yomon ko'rib qolgandan keyin esa umuman o'qishga bo'lgan ko'ngli sovib ketadi. Shunchaki ikkita ish. Farzandimizni erta uxlashini to'g'ri yo'lga qo'ysak va yiliga 2 marotaba haqiqiy sog'liq tekshiruvidan o'tkazib tursak, farzandimizni yaxshi o'qish uchun juda ham katta ish qilgan bo'lamiz.